Xo'p, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, ahli YouTube traderlar. Avvalambor qisqacha o'zimni tanishtirib o'taman bo'ldi. Shohmardon Bahronovich. Demak, Rich FX, demak, nickname taxallusi ostida 3 yildan beri shu sohadaman. Avvalambor videoni yuzdan ham ko'rgan bo'lsanglar kerak, eng oson va demak, katta ehtimollik bo'yicha ishlaydigan strategiyani bugun ko'rib o'tamiz. Avvalambor bu o'zim uchun ham foyda, chunki men bu strategiyani shaxsan o'zim bugun o'rgandim. Polностью bozor tekshirib chiqdim va juda zo'r o'xshaganligi uchun juda yoqdi strategiya. Sizlarga ham qisqacha baham ko'rishni demak lozim deb topdim. Demak, men sizlarga qisqacha tushuntirib o'tsam, strategiya nimadan iborat. Bu uchun juda ham katta bilim ham shart emas. Umuman bir boshda qotirish ham shart emas. Men o'z SMC bo'yicha ham ICT bo'ladimi? Klassika polностью hammasidan katta xabarim bor, lekin bu strategiya umuman o'xshamaydi. Juda sodda tuzilgan strategiya. YouTube'dan o'rganib qoldim bugun. Demak, tushuntirib o'taman sizlarga qisqacha chizib. Mana bu shamcha bo'lsa, uni soyalari bo'ladi. Любой shamda, masalan, soyasi bo'ladi. Yoki soyasi bo'lmasligi ham mumkin. Bilmadim. Soyasi bo'lmaydigan bo'lsa tan olinadi. Xo'p, mana bu sham deb tasavvur qilaylik. Bu bizga kerak time frame H1, ya'ni 1 soatlik time frame. Bu esa soat 7 da ochilgan sham bo'lishi kerak. Ochilib yopilgan. Demak, bizning qilayotgan ishimiz mana bu soyasini tepasini belgilab olamiz. Mana tepasini belgiladim. Undan keyin minimumni belgilayapman. Ko'rdinglar? Bizda bu nima bo'ladi? Bu bizda buy stop bo'ladi. Bu buy stop bo'ladi. Bunisi sell stop bo'ladi. Orderlar haqida ma'lumotga ega bo'lsanglar kerak menimcha. Buy stop nima, sell stop nima? Agar tushunmaganlar bo'lsa, agar xabari yo'q odam bo'ladigan bo'lsa, qisqacha kommentariyga yozib o'tadigan bo'lsa, men tushuntirib o'taman bu narsani. Keyingi videoda albatta. Xo'p, buy stop va sell stop. Demak, bu bizda sham 7 da ochilgan va yopilib bo'lgan o'sha. Bu yoqqa buy stop o'rnatganmiz. O'sha 7 da yopilgandan keyin 8 da ochilgan sham qayerda ochiladi? Bu yerda ochiladi albatta. Xuddi mana bu yopilgan joydan 8 da sham ochiladi. U xoh buy stopda mana bu shamda yuqori yopilishi mumkin yoki da pastgacha yopilishi mumkin. Shu uchun biz buy stop va sell stop joylashtirganmiz bu yoqqa. Buy stop demak olgandan keyin nima bo'ladi? Bu sham 7 da yopilgan edi. Undan keyin 8 ochilgandan keyin rovna 1 soat ushlaymiz bu narsani. Ya'ni 8 da ochiladi sham, soat 8 da ochiladi, soat 9 gacha ushlaymiz bu narsani. U foyda soat 9 da bo'lgandan keyin foyda bo'ladimi? U zararda bo'ladimi? Anaqa yopishinglar shart zelkani. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Strategiya shundan iborat. Bu narsani real bozorda ko'rib chiqamiz. Любой joydan masalan, mana soat 7 ni ko'ramiz. Masalan, mana soat 7 ekan mana. Soat 7, mana yaqinlashtirib olamiz qisqacha. Mana 7, soat 7 da ochilgan. Biz nima qilayotgandik bu yoqda? Biz belgilab o'tayotgandik. Mana maksimum belgiladim. Undan keyin minimum belgilab o'taman. Ko'rdinglar? Mana belgiladim. Lekin nima qilyapti? Bozor tepada ham olgani yo'q, pastda ham olgani yo'q. Bu yerda biz savdo qilmaymiz. Bu yerda umuman savdo qilmaymiz. To'xtalashin. Qiyshroq qoldi. To'g'ri bo'ldi endi menimcha. Ana. Bu yerda savdo qilmaymiz. Bizdan keyin qilayotgan ishimiz mana keyingi sham. Xo'p, mana. Voy. Men bor uzr video birinchi marta zapis qilyapman kompyuterda, shu uchun xatoliklar bo'layotgan bo'lsa, ming bor uzr. Men belgilab o'tdim. Undan keyin bu yerda nima bor edi? Bu yerda buy stop bor edi bu yerda. Bu yerda buy stop bor edi. Bu yerda sell stop bor edi. Sell stopda narx olyapti, narx
Demak, ochilgandan keyin sell stopni olyapti-yu, pastda yopilyapti. Bu yerda biz qancha foyda qilyapmiz? Xo'p, demak, mana o'lchaydigan bo'lsak, xo'p, 82 pips, 83 pips. 80 pips hisoblasak ham, mana qisqacha hisoblab o'taylik shu narsani. 80 pips. Foydada yopib oldik bu yerda. Bu yerda udachniy bo'ldi savdo. Demak, mana pastga bo'lgandan keyin mana soat 9 bo'ldi, avtomatik yopaylik zelkani. Demak, keyingi shamga o'tamiz. Soat 7 dan soat 8-9 gacha ishlatsanglar bo'ladi aytgancha, disclaimer sifatida aytaman bu narsani. Soat ertalabki 7 dan kechki 9 gacha. Demak, oldinglar maksimum olindi, minimum belgilab olindi. Undan keyin nima bo'lyapti? Sell stop olinyapti, mana sell stopimiz oldi bozor. Bozor olgandan keyin pastda shunday yopilib beryapti. Shu yerda o'zi biz qancha foyda qilyapmiz? Avvalambor bu yoqdan hisoblaymiz, shamni yopilishidan hisoblaymiz. Mana. Demak, 39-40 pips deb hisoblasak ham. Va yop foribman-ku mana. Qayerda qoldi bu endi? Hozir to'xtaylik, kalkulyator topib olaylik. Windows kalkulyator. Boya 80 edi. Qo'shamiz endi 30 va 40. Qisqacha hisoblasak 40. 39 pepsida 40 peps hisoblasak, mana 40 peps hisobladik. Bu yerda 40 peps foyda, bu ham udachni holatda yopildi zelka. Xo'p, endi keyingi sham. Mana maksimum belgilandi, minimum belgilandi. Bu yerda buy stop, bu yerda sell stop. Sell stop olyapti bozor va pastda yopilib berayapti. Bu yerda qancha foyda bo'lyapti? Mana 80 pips, yana 80 pips. Qo'shili 80 pipsdi. Vot. Endi keyin nima bo'ladi? Undan keyin keyingi shamni belgilaymiz. Demak, bu yerda ham udachniy. Xo'p, mana shuni belgilasak, bu yerda qancha? 130 pips prekin qo'shamiz. 130. Endi nima qilamiz? Keyingi shamga o'tamiz. Po fakt men sizlarga isbotlab beryapman bu strategiya nimadan iborat ekanligini. Yaramasdan soat 9 gacha ko'ramiz. Soat 9 gacha. Mana minimum belgilandi va maksimum belgilab olindi. Xo'p, minimumda olyapti narx, ya'ni sell stop bu yerda limit joylashtirgan edik. Sell stopni olyapti-yu, narx pastga yopilib beryapti. Xo'p, bu yerda qancha? 66 pips. Qo'shinglar. 66 ni qo'shinglar. Yana keyin nima? Keyingi shamga o'tamiz. Demak, soat o'zi demak 1 o'sha soat 1 dasida. Xo'p, demak bu yerda ozroqgina bo'lsa ham foyda bo'lgan, yo'q emas. Ozroq bo'lsa ham bor yo'qdan ko'ra. Bu yerda qancha? 25 pips. Ну, нормально. 25. Demak, endi bu yerda belgilayapmiz. Bu yerda belgilayapmiz. E'tibor qilinglar mana. Ana shu sham haqida gap ketyapti. Ya'ni to'xtanglar, shunday belgilab olaylik mana bunday qilib. Mana. Demak, mana bu haqida sham haqida gap ketyapti. Maksimum belgilanyapti, minimum belgilanyapti. Bu yerda nima qilyapti bozor? Ana shu yerda sizlar stop olyapsizlar, zarar qilyapsizlar. Birinchi stopimiz kun davomida. Demak, qaranglar, sell stop, buy stop, bu yerda buy stop joylashgan edi, bu yerda sell stop joylashgan edi. Buy stopni olyapti bozor, tepada chiqdi, gap bo'lishi mumkin emas. Demak, sweep qildi, shamda sweep qildi-yu, pastda yopilyapti. Baribir yopilish pastda bo'lyapti. Biz qancha zarar qilamiz shu yerda o'zida? Xo'p, limitdan hisoblaymiz-da. Demak, 62 pips ayirib tashlaylar shundoqqina. Ayirasizlar 62 pips. Demak, o'sha keyingi shamga o'tamiz endi.
Mana. Endi bu ish ham haqida gap ketyapti. Olayapti, mana ozroqgina foyda deb chiqib berdi. Mana. Xo'p, demak bu yerda qancha? 27 pips. Adashmasin. Da. 25 pips hisoblaylik, mayli. Qo'shilgan 25 pips. Ana endi keyingi isham. Demak, mana maksimum, mana minimum. Buy stopni olayapti, narx tepada yopilayapti. Qancha foyda shu yerda o'zida? 120 pips. Prikin. Tushunib olsanglar zo'r strategiya, prям zo'r strategiya. Tushunishinglar kerak prosta. 120 pips shu yerda o'zida. Demak, endi bu yerda nima bo'lyapti? Mana soyasi olindi. Bu shamda ham mana. Ko'rdinglar, mana bu sham haqida gap ketyapti. Maksimum, minimum, buy stop, sell stop. Buy stop oldi, buy stop olgandan keyin tepada prям yopildi. Xo'p, shu yerda o'lchaymiz endi qancha. Demak, qancha? 170 pips prям. Shunaqami? 180 pips почти. Shunday yozinglar. 170 pips hisoblaylar mayli. 120 ga qo'shasizlar yana. 170. Demak. Endi maksimum yana. Bu minimum. Ko'rdinglar-ya? Bu yerda mana ozroqgina bo'lsa foyda bor, yo'q emas. Demak, bu yerda 34 pips foydadasizlar. Qo'shinglar 30 pips mayli hisoblaymiz. Voy, uzr. Qo'shamiz. 30 pips. Soat 7. Hali 7 soat. Xo'p, bizda yana 2 soatimiz bor. Demak, biz nima qilamiz? Yana xuddi o'sha gap. Yana tepasini belgilaymiz. Yana xuddi shunday pastini belgilaymiz va bu yerda nima bo'lyapti? Xo'p, bu yerda stop bo'lyapti. Ko'rdinglar, stop bo'lyapti bu yerda. Demak, mana bu yerda sell stop joylashgan edi, bu yerda buy stop joylashgan edi. Bu yerda bizning sell stopimizni mana urdi-yu narx, lekin baribir tepada yopilib qo'ydi-yu. Shu yerda biz zarar qilyapmiz. Mana. Demak, 70 pips zarardasizlar. Ayringlar shundoqqina 70 pipsni. Ayiramiz. 70 pips. Demak, soat 8. Demak, mana endi soat 8dagi shamni olamiz. Mana pastda yozilgan 20:00 ko'rdinglar. Soat 8dagi sham bu endi. Demak, mana bu yerda ham mana stop olyapsizlar. Uch yo 8gacha yo 9gacha ishlashingiz kerak. Bozor keyinchalik sal boshqacha yurishni boshlaydi. Mana minimum belgilandi, maksimum belgilandi. Belgilangandan keyin mana narx sweep qilyapti. Buy stopimizni oldi, buy stop olgandan keyin baribir pastda yopildi. Shu yerda sizlar zarar qilasizlar. Mana zarar qildinglar. 55 pips. Ayirib tashlaylar shundoqqina 55 pipsni. Kun davomida 579 pips. Xo'p, endi 579 pips bo'ladigan bo'lsa, 0.01 zelkada bitta dona zelka ochib savdo qilgan bo'lsalar ham hisoblaymiz. Mayli 579 ni 580 deylik shu narsani. 580 deylik. 0.01 dan $58 bir kun davomida foyda qilgan bo'lasizlar. Faqat 0.01 zelkadan foydalangan bo'lsanglar, $58 foyda. Va undan keyin kimdirlar bor 0.10 lot ishlatishi mumkin. 0.10 lotda $580 foyda bo'ladi. Bir lotda $5800. Menimcha teshib chiqmasa kerak deb o'ylayman, normalniy chotki foyda. Prosta bu narsani birdan tushunishinglar kerak. Undan keyin birdaniga tushunib-tushunmasdan foydalanib tashlamanglar bu narsani. Demoda sinab ko'ringlar, 1 kun, 3 kun, 1 hafta vaqt ketishi mumkin, sinab ko'ringlar. Undan keyin shunday realga o'tinglar. Chotki foyda beradi.
Video ma'qul kelgan bo'lsa, sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like kutaman avvalambor. Mehnat qadrlagan holda soat 9 ham bo'libdi. Udachи вам. Hammaga omad, salomat bo'linglar.